Bo'l, o'zimga o'zim bugun birinchi reys bilan Dubayga bilet olaman. Bir hafta o'zim jazolayman. Keyin qaytgandan keyin siz bilan ko'rishaman. Bo'ladimi? Mayli. Menga savol bo'lmasa, menga ruxsat bersanglar bora qolay. Kelganingiz uchun rahmat. Mayli aka. Ko'rishamiz. Studiyamizga yana kelasiz degan umiddamiz. Обязательно bular meni ko'rigimga borsin. Ha, boradi. O'zim olib boraman. Boraman. Birga boramiz. Charchamanglar. Sog' bo'ling. Xo'p, tinch Bormasa bo'lmaydi bu. Hayır. Ko'rdingmi? Ishing bitguncha eshakni ham tog'ada ishni o'rgangan. Ana, ish bitdi. Hop deb turasan, nima deysan? Oqlichi, ver Dubayga borib keling. Buning maynasini olib kel. Bir saniylikchi qancha beribdi o'zi? Ana xolodilnikda turibdi, ovola qol o'zing. Iskan. Tomin ketib qoldim. Jinni bilan gaplashib tomin ketib qoldim. Nima deganing bu? Qanaqa pulni xolodilnikka qo'yib qo'yding? Qanaqa pul, ishxonasidan qaynatma sho'rva bilan perlovka olib kelgan ekan. Aynib qolmasin deb qo'yib qo'yuvdim. Voy, nima? Ha? Perlovka, sho'rva? Shunchalik hurmat qilib olib kelibdi, nima deysan endi? Endi Dubayga qo'ndim-a. Shunda Abu Dabidan qaytargandek yechib olding-a. Menga qara, anaqa qorning ochgan bo'lsa isitib kelay ovqatni. Tur yo'qol, tushundingmi? Endi plyajga yuguraman deb turdim-a. Plyajga yugurib nima qilasan? Ana G'ishtemir aka orqasidan yugur, oz ketib qoladilar. Vamtu o'tirib karillashini qara. Xuddi 1 tonna perlovka bilan 1 tonna sho'rva olib kelib qo'ygandi. O'shani soqqasini ber. Soqqasini ber, maza qilib kelib Dubayga borib. G'ishtemir aka hali uzoq ketmadilar. Yetib olasanmi? Yo'qolay. Sen nomerini beraman, nomerini. Endi kelib qotgandim-a. Endi ketaman deb turdim-a. O'zim jazolamoqchi edim-a.